kasr-kusur qilib maza qilib yeydigan somsa xamirini tayyorlaymiz. Oh, buni ovozlaridan. Idishimizga 2,5 piyola suv, 2 choy qoshiq tuz, keragicha unlarimizni solib, ya'ni yumshoqdan qattiqroq xamir bo'lguncha un solib, xamir qo'rib olamiz. So'ng 2 zuvalaka bo'lib tindirgani olib qo'yamiz. Ana endi miltrni, 80% margarinni va shedreletidan foydalanib, bularni eritib olamiz. So'ng tinib olgan xamirimizni yupqagina qilib unlab yoyib olamiz. Asosiy eslatma: qancha xamiringiz yaxshi tinsa, shuncha yoyishingiz ham oson bo'ladi. Eritilgan margarinni hamma joyga xamirimizni surkab olamiz. Ikkinchi xamirimizni ham ustidan yog'ib, xuddi shu ishni yana takrorlaymiz. Azizlarim, somsani xamirini 2 qavat qilsangiz, shunaqangi qavatlari chiroyli chiqadi. Videoda ko'rsatilgandek qilib o'rab olib, yaxshilab havolarni chiqazib, aylantirib, presslab chiqamiz. So'ng somsa xamirimizni xolodilnikka bir kechaga yokida kamida 1 soatga muzlatgichga qo'yamiz. Somsa xamiri qanaqa kattalikda bo'lishini xohlasangiz, shu razmerda kesib olib, bitta tarafini yopib olamiz. Bunday qilishimizning sababi somsa xamirimizga nachinka solganimizni suvlari chiqib ketmaydi. Bu ham sizlar uchun zo'r layfhaklardan biri. Sizlarga zo'r narsani ko'rsatmoqchiman. Har qanday ayol qizlarimizning uyida Crystal Fresh oqartiruvchisidan bo'lsa, har qanday dog'larga bir zumda yechim bo'la oladi. Albatta, olib ishlatib ko'ring, hammangizga tavsiya qilaman. Ana endi somsajonlarga qaytamiz. Bunaqa ideal somsa xamiriga gap bo'lishi mumkin emas. Retseptni yo'qotib qo'ymaslik uchun bitta yo'riqchani bosib saqlab olishni unutmang.